So'z qalblarni zabt etadi. So'z haqiqatni yoritadi. So'z jamiyat taraqqiyotining bosh mezonidir. O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasi hamda bir qator tashkilotlar hamkorligida milliy va xalqaro jurnalistikaning eng yuksak yutuqlarini keng targ'ib qilish, yangi O'zbekiston ruhiga mos fikrlash tarzini shakllantirish, milliy kontentni boyitish, inson qadrini ulug'lash, jamiyatda ochiqlik va oshkoralik muhitini mustahkamlash, jurnalistlarda tanqidiy tahliliy fikrlashni rivojlantirish va ijodiy faoliyatga yangicha yondashuvlarni rag'batlantirish maqsadida Oltin qalam milliy mukofoti tanlovi o'tkazib kelinmoqda. Bu yilgi tanlovda yuzlab iste'dodli jurnalistlar 5 asosiy nominatsiya, televideniya, radio, bosma va internet nashrlari hamda chet ellik jurnalistning O'zbekiston haqidagi eng yaxshi materiali uchun yo'nalishlari bo'yicha o'z ijodiy ishlarini taqdim etdi. Ta'kidlash joiz, joriy yilda ilk bor Oltin qalam 19-milliy mukofoti tanlovida Fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatiga bag'ishlangan eng yaxshi materiallar uchun nominatsiyasi ham joriy etildi. Bu yo'nalishda ham 20 ga yaqin ijodkorlar tomonidan 100 dan ortiq ishlar taqdim etildi. Tanlov g'olib va sovrindorlari quyidagicha taqdirlanadi. Bosh milliy mukofot sohibiga maxsus diplom, oltin qalam statuetkasi va yengil avtomobil. Birinchi o'rin sohiblariga diplom, statuetka va bazaviy hisoblash miqdorining 200 barobar miqdorida pul mukofoti. Ikkinchi o'rin diplom, statuetka va bazaviy hisoblash miqdorining 175 barobar miqdorida pul mukofoti. Uchinchi o'rin diplom, statuetka va bazaviy hisoblash miqdorining 150 barobar miqdorida pul mukofoti. Rag'batlantiruvchi mukofotlar diplom, statuetka va bazaviy hisoblash miqdorining 100 barobari miqdoridagi pul mukofoti bilan taqdirlanadi. Oltin qalam bu nafaqat mukofot, balki yurtimiz so'z salohiyati, fikr erkinligi va ijodga bo'lgan yuksak e'tirofdir.